Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Türkiye İyi Partisi 14 dekabr günü Xitayning Şinjan Uyghur Avtonom rayonidagi inson haqlari doklati degan mavzuda turkcha, inglizcha, xitoycha, uyg'urcha 4 tilda bir doklad tayyorlagan bo'lib, dokladda gerçi Xitayning Sharq Turkistonda yurgizayotgan zulmi anlatılsımı, vatanimizning nomini yanıla Xitoy qo'ygan nom bo'yicha Xitoyning Şinjan Uyghur Avtonom rayoni deb atagan. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti bununğa etiroz bildirib, bu dokladda vatanimizning nomini Sharq Turkiston deb atamasdan Şinjan Uyghur Avtonom rayoni degan Xitoy qo'ygan nom bilan atab kamsitgan. Şinjan Uyghur Avtonom rayonining keng ko'lamda qo'llanilishi bizni ümidsizlantirdi. Sharq Turkiston asla Xitoyning bir partisi emas. Xitoyning ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistondagi inson haqlari doklati deyilsa to'g'ri bo'ladi dedi. 14 dekabr günü BBC xabar kanali Beijing 2022 yillik qishloq tantarbiya musobaqasini diplomatik boykot qilish qanchalik muhim degan temada bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada Beijing 2022 yillik tantarbiya musobaqasini Amerika, Avstraliya va Angliya qatorliq davlatlarning diplomatik boykot qilganligini, siyosiy yo'llarni Beijingga bu o'yinga qatnashishga avatishning xatirining Xi Jinping hukumatini himoya qilganlik bo'lganligini, Prezident Makronning boykot qilishni simvollik va ahamiyatsiz deb tasvirlaganligini, Olimpik tantarbiya musobaqasiga qatnashishni rad qilishning Xitoyning qonunga xiloflik qilish qilmishlariga bo'lgan tunishini oshirganligini, ammo musobaqaga tayyorlik qilgan tanarketchilarga adolatsizlik bo'lganligini, tanarketchilar, hukumatlar yoki tantarbiya havaskorlari orasida Beijing 2022 yillik tantarbiya musobaqasini boykot qilishga nisbatan istakning kuchli emasligini, Xalqaro Olimpik komitetining 50 qoidasi tanarketchilarning faoliyat jarayonida nimalarni deyalaydigan yoki nimalarni qila oladiganligini belgilaydiganligini, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xalqaro Olimpik komitetining Xitoy bilan hamkorlashganligini aytganligini, Prezident Tomas Baxning Xalqaro Olimpik komiteti siyosiy o'zgarish paydo qilishda hech qanday roli yo'q. Bizning mukofotlarimiz shu davlatning siyosiy nishonini qo'llaydiganligimizning ifodasi emas deganligini bayon qildi. Baş ministerimiz Salih Xudayar Efendi bununğa inkos qaytarib, Beijing 2022 yillik qishloq olimpik tantarbiya musobaqasini diplomatik boykot qilish ijobiy bir qadam. İşg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonda olib berilayotgan Xitoyning mustamlikchiligi va irqiy qirg'inchilik harakatini oxirlashtirish uchun Xitoyga besim qilishda yetarli emas. Ahamiyatli harakat bo'lish kerak dedi. Bilganlik bir olimning va uningga o'xshash ba'zi kishilarning inson haqlari dafsanchilik jinoyatiga chetishliq deb qaragan tadqiqotni tekshirishga qistaganligidan Xitoyning 38 ming nafar Tibet va Uyg'ur erlarining DNA avrishkisiga aloqador tadqiqot maqolasining nashr qilinishi dangliq jurnal Human Genetics tarafidan rad qilindi. Maqolaning avtorlari o'xshash bo'lmagan millatlarning DNA farqlarini baholash uchun Xitoy osonlik deb atalgan millatlarning DNA avrishkilarini qo'llangan. 11 dekabrda nashr qilingan maqolani qaytarib o'tish uqtirishiga asosan ikki asosli avtor maqolani qaytarib o'tishni qabul qildi. İnson genetikasiga aloqador avgust va sentabrda o'xshash sabablar tufayli qaytarib o'tgan ikki maqola Spring Nature tarafidan nashr qilindi. Maqolani qaytarib o'tish faoliyatiga yetakchilik qilgan Belgiyadagi Leuven universitetida olim US Morio Spring Nature jurnalining tekshirish ilib borganligiga rahmat aytadiganligini, ammo qiladigan ishlarning yanada ko'p ekanligini, maqoladagi bayqashlarning 24 parchadan ortiq maqolada qo'llanilganligini aytdi va bu jiddiy ziyonga munosabatli qaytarib o'tish, nashr qilmaslik masalasidir. Bu taxminan 40 ming DNA arxivining qanday bo'lganligiga ta'sir ko'rsatadi dedi. Maqolani yozgan 30 yozuvchining eng oz deganda 9i Xitoy soqchi akademiklari va soqchi idorasi bilan munosabatlik. Yana bir nechasi Xitoy universitetlaridagi qonunshunoslik ilmiy tarmoqlari bilan munosabatlik. Xitoy jamoat xavfsizlik ministerligi kishilik huquq faoliyatchilarining noroziligiga qarata davlatlik DNA sonliq ma'lumot ombiri qurmoqda. Nashr qilinishi rad qilingan maqolaning avtori Berlindagi Chart tadqiqot doktorxonasidagi Lutz Rover Germaniya sonliq ma'lumot ombirini boshqaradi. B xromosom xeyli to'yib foydalanish sonliq ma'lumot ombiri yoki
BHRD deb atalgan sandanni dunyoning har qaysi joylaridagi soqchilar DNA avrishkisiga oid uchurlarni izlash uchun qo'llandi. Germaniya sonliq ma'lumot ombiri YHRD dunyodagi eng chong YSTR avrishkisi bo'lib, 300 ming arxivni o'z ichiga oladi ekan. Arxivlarning ismi tilga ilinmagan, ammo soqchilar doim gumonlarning jug'rofiyalik kelib chiqishini inovatsiz qilish uchun qo'llandi ekan. Germaniya Freiburg universitetining ilm-fan tadqiqotchisi Veronika Liard Xitoy tasavvur qilishga bo'ladigan eng yaxshi o'rnak. Chunki biz Xitoydagi ig'ir inson huquqlari dafsanchiligiga ishonamiz. Soqchilar dunyoning har qaysi joylaridagi kishilardan mushuningga o'xshash usullar bilan nurg'un sonliq ma'lumotlarni to'pladi dedi. Milliy da'voning obrazi bulg'anayotgan, milliy irodani bulg'ab kelishda aktiv rol o'ynab kelayotgan tiplarning qaymoqtirishlari atrofni qoplagan vaqtlarda olim ulamo to'pining qaymoqtirishlarga qarshi yakka va kollektiv shaklda qaymoqtirishlarga qarshi sukut turgan yoki turmaganligi, kollektiv mas'uliyatni ado qilgan yoki qilmaganligi, kollektiv vijdonning haqqoniy ovozi bo'la olgan yoki bo'la olmaganligi muhim o'rinda. Bo'libmi olim ulamo to'pi degan bu tabiqa muayyan siyosiy tashkilotchida maydonga chiqqan vaqtida yuz berayotgan siyosiy satchilik va sapsatichiliklarga qarata kollektiv pozitsiya bildirishlari, o'rtaq vijdon sifatida haqqoniy sada ko'tarishi, sukutni buzishi ularning ustidagi ilmiy va diniy majburiyat hamda siyosiy vazifalardandir. Chunki bu turdagi hodisalar mavjud maqomdagi yoki vaziyatdagi ijtimoiy va siyosiy tashkilot yoki to'plarga nisbatan tashkiliy burch hisoblansa, olim ulamolar to'pi uchun bo'libmi sahnaga siyosiy tashkil sifatida ulamolik atqini ko'tarib chiqayotgan to'p uchun bosh tortib bo'lmas islomiy burchdir. Agar o'tirda millatning yuziga dog' tushiradigan satchiliklar normal qaralish uchun o'yin o'ynalayotgan bo'lsa, bu o'yinni fosh qilish, sukut qilish yoki tankash qilib berish maydonga kelayotgan bo'lsa, buning xiyonatga berib yotadiganligini ko'rsatib, o'rtaq ovoz chiqarish eng oldi bilan ulamo to'pining zimmasiga tushadi. Ibn Marksi va Sukutvoz ulamolik nomli maqoladan ilindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.